kubokni oldik. Endi xudo xolasa bu yil niyat chempionlikka. Birgalikda yangi tarix yaratamiz. Rahmat. Andijon yangi mavsumga tayyor. Burgutlar Superliga 2026-yilgi mavsum oldidan taqdimot marosimini o'tkazishdi. Tadbir muxlislar bilan liq to'la Andijon shahridagi Universal sport majmuasida bo'lib o'tdi. Tadbirda Andijon tarkibiga qo'shilgan futbolchilar muxlislarga tanishtirildi. Shuningdek, Samvel Babayan va jamoa rahbarlari o'z fikrlarini ma'lum qilishdi. Andijon 2026-yil o'z oldiga jiddiy maqsadlarni qo'ymoqda, kamida medallar va albatta chempionlik uchun kurashishni maqsad qilyapti burgutlar. Muxlislik esa shunchaki dahshat. Mazkur videoni futbolga qiziqadigan andijonlik tanishlaringizga yuborib qo'ying. Sahifamizga albatta obuna bo'ling.